Buxoro viloyatining eng ko'p aholi istiqomat qiladigan G'ijduvon tumanida ham kishilarni sportga jalb qilish, jismoniy faollikni oshirish borasidagi ishlar ko'lami nihoyatda keng. Ayniqsa, Prezidentimizning 7-aprel kuni o'tkazgan video selektoridan kelib chiqib, bu yo'nalishdagi chora-tadbirlar hajmi bir necha barobarga oshdi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, tuman sport ta'lim muassasalarida jami joriy yil birinchi choragida 507 nafar sportchi tayyorlangan bo'lsa, aprel oyida yana 58 nafar iqtidorli yosh sportchilar qo'shimcha ravishda sport to'garaklariga jalb etildi. Natijada muntazam shug'ullanuvchi sportchilar soni 11.5% ga ko'paydi. Shuningdek, aholining jismoniy faolligini oshirish va yoshlarni sportga jalb etish maqsadida tumanda olimpiya sport turlari bo'yicha sport seksiyalari soni kengaytirildi. Ushbu seksiyalar orqali sport bilan shug'ullanuvchilar qamrovi ham ortdi va mavjud infratuzilmalardan samarali foydalanish ta'minlanmoqda. Hozirda tumandagi sport ta'lim muassasalarida 28 nafar razryadli va unvonli sportchilar faoliyat yurityapti. Ushbu mutaxassislar orqali joriy yilda G'ijduvon sportida katta yutuqlarni qo'lga kiritish maqsad qilingan. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan joriy yilning 7-aprel kuni fuqarolarimizni ommaviy sport va jismoniy tarbiyaga jalb qilish bo'yicha o'tkazgan yig'ilishlarda bir qator yutuqlarimiz bilan birgalikda qilishimiz lozim bo'lgan ishlarni ham ko'rsatib berdilar va tan olishimiz kerak. Bu borada biz shahar va tuman hokimlari qiladigan ishimiz ko'p ekan. Haqiqatan ham oxirgi yillarda sportga bo'lgan e'tibor sababli bir qator yutuqlarga erishyapmiz. Jahon miqyosida aytsak ham bo'ladi. Bunga misol qilib, mana oxirgi boks bo'yicha o'tkazilgan chempionatda Javohir Abdurahimov qizimiz Uzukjamol Yunusova Turkiyada o'tkazilgan xalqaro musobaqada shohsupaning eng yuqori cho'qqisiga chiqib, bayrog'imizni hilpirashiga sababchi bo'ldi. Albatta bu yutuqlar yoshlarimizni sportga qiziqishini o'stirib, mana biz ko'ryapmiz, G'ijduvon tumanida mana shu yutuqlar orqasidan yoshlarimizni sportga qiziqishlari ortyapti. Shu bilan birga biz hokimlar qiladigan ishimiz joylarda juda ham ko'p. Jumladan hurmatli Prezidentimiz fuqarolarimizning bor yo'q 41% jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishni ta'kidga oldi. Biz kelgusida har bitta mahallada Prezidentimiz aytganlaridek, har bitta maktabda infrastruktura, sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlarni yaratib, bu ko'rsatkichni yilning oxirigacha 70% ga oshirmoqchimiz. Yoki hurmatli Prezidentimiz tanqidga olgan yana bir masala professional sport bilan shug'ullanadigan yoshlarimizni kamligi. Haqiqatan ham tan olib aytamiz, G'ijduvon tumanida professional sport bilan shug'ullanadigan yoshlarimiz bor yo'g'i 4000 dan ortiqroq tashkil qiladi. Prezidentimiz mana shu selektorda bu ko'rsatkichni yilning oxirigacha 2 barobarga oshirish bo'yicha aniq topshiriqlarni berdilar va albatta bu topshiriqlarni bajaramiz. Buni qanday yo'l bilan oshiramiz? Albatta buning uchun biz joylarda sharoitlarni yaratishimiz kerak va bu borada rejalarni qilib oldik. Tumanda 13 ta sport turi bo'yicha, jumladan dzyudo, taekvondo, boks, sport kurashlari, yengil atletika, stol tennisi, basketbol, voleybol, gandbol, badminton hamda badiiy gimnastika yo'nalishlarida muntazam ravishda musobaqalar tashkil etilmoqda. Birgina joriy yilning o'zida o'tkazilgan musobaqalarda 600 nafardan ortiq sportchilar ishtirok etdi. Ahamiyatli tomoni, mahalliy birinchiliklar tuman termasini shakllantirish va nufuzli chempionatlarda sportchilarning muvaffaqiyatli ishtirokini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Boks turi bilan yoshligimdan beri shug'ullanib kelaman. Bizga juda katta imkoniyatlar yaratib beryaptilar. Shu imkoniyatlardan foydalanib, Turkiyada bo'lib o'tgan musobaqaga birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Yoshlar o'rtasida 2 marta Osiyo chempioniman, 4 karra O'zbekiston chempioniman. Hozir kattalar o'rtasida Osiyo chempionatida 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Olimpiadaga tayyorgarlik olib boryapmiz. Eng katta orzuim Olimpiadaga borish. Xudo xohlasa Olimpiadaga borib, yuzlarini yorug' qilib, birinchi o'rinlarni olib kelishga harakat qilamiz. 2026-yil birinchi chorak davomida G'ijduvonlik sportchilar respublika hamda boshqa bir qator yirik musobaqalarda munosib ishtirok etib, yuqori natijalarga erishishdi. Xususan, dzyudo sport turi bo'yicha O'zbekiston kubogida 2 ta bronza medali qo'lga kiritildi. Boks sport turi bo'yicha esa 1 oltin va 1 bronza medali rasmiylashtirildi. Milliy kurash sport turida ham g'ijduvonlik polvon 1 bronza medalini qo'lga kiritdi. Tumanda yaratilgan imkoniyatlar bu natijalarga erishishda muhim asos vazifasini o'tayapti. Bu esa barchaga birdek faxr-iftixor tuyg'ularini ulashmoqda. Prezidentimiz topshirig'i asosida tumanda yangi O'zbekiston olimpiya cho'qqilari hamda Prezident olimpiadasi sport musobaqalari ham yuqori saviyada tashkil etib kelinmoqda. Ushbu birinchiliklarda tuman yoshlarining munosib ishtirokini ta'minlashda G'ijduvon olimpiya va milliy sport turlariga ixtisoslashtirilgan maktab-internatidagi tizimli ishlar bosh omil bo'lyapti. Yaratilgan sharoit, taqdim etilayotgan imkoniyatlar sabab ushbu maskan ham o'z chempionlari safini kun sayin ko'paytirmoqda. 2020-yildan beri shu sport internatida o'qib kelaman. Maktab internatimizga yangi jihoz, yangi sport zallar bilan ta'minlab berildi Prezidentimiz tomonidan. Sharoit borligi, trenerlarimizni bizlar ustimizga ishlayotganliklari natija qilishimiz uchun foyda beryapti.
oxirgi musobaqalarni Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Osiyo Kubogida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Har bir sportchini maqsad bo'lgan kabi Olimpiadaga birinchi o'rinni qo'lga kiritib, vatanimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarish. Shu maktabimizda o'qigandan buyon ko'p natijalarga erishdim. 2025-yil 1-5 avgust kunlari Janubiy Koreyaning Gyeosan shahrida bo'lib o'tgan milliy kurash Osiyo chempionatida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Kelajakda Olimpiadaga qatnashib, birinchi o'rinlarni qo'lga kiritib, O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarishga va'da beraman. Mazkur maktab internatida sportning boks seksiyasi tashkil qilinganiga hali ko'p bo'lmadi, ammo qisqa vaqt ichida mahoratli charm qo'lqop ustalari yetishib chiqdi. Hozirda o'quvchilar bilan birgalikda yanada yuqori natijalarni qo'lga kiritish uchun ish olib borilmoqda. Sport internatimizda boks yo'nalishi ham ochildi. Bu g'ijduvonlik sportchilarni to'g'risi orzusi edi. G'ijduvonda Osiyo chempionlari, Osiyo o'yinlarida, Medax o'yinlarida chempion bo'lgan bokschilarimiz ham bor. Mana o'zimiz boks treneri, o'zimizda shu yerda yotib, shu yerda 4 mahal ovqatlanib, shu yerda 2 mahal trenovka, hammasi yaxshi bo'lyapti. Nasib bo'lsa endi bu sharoitlardan kelib chiqib, shu internatimizdan ham Osiyo chempionlari, jahon chempionlari, Olimpiada chempionlari chiqarishga harakat qilamiz. Mana yaqindagina Prezident Olimpiadasi ham yo'lga qo'yildi. E'tibor juda ham katta. Shuning uchun sportchilarimiz bundan motivatsiya olib, katta tayyorgarlik olib boryapmiz. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilgan sport musobaqalari ham aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarziga hamda ommaviy jismoniy tarbiya va sportga jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Joriy yil birinchi yarmida tashkillashtirilgan 140 ta sport musobaqalari va tadbirlariga 11630 nafar aholi, shu jumladan 3900 nafar xotin-qizlar qamrab olindi. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida tumandagi 8 ta mahallada yurish marafoni, 6 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida yugurish marafoni, 12 ta mahallada 5000 qadam yurish va yugurish musobaqalari, shuningdek futbol bo'yicha 16 ta jamoalar o'rtasida hokim kubogi, vazir kubogi hamda rahbar kubogi musobaqalari o'tkazildi. Mazkur musobaqalarda 36128 nafar sportchi ishtirok etdi. Sport musobaqalarida ishtirok etish istagida bo'lgan 82470 nafar mahalla yoshlari 5 tashabbus platformasi orqali elektron ro'yxatdan o'tgani ham tumanda sport turlariga bo'lgan qiziqishning amaliy ifodasidir. Video selektordan keyin biz xulosa qildik-ku, hozirgi holatda biz faqatgina 30 yoshgacha bo'lgan aholini qamrab olganmiz. Bizga topshiriqlarni berdilar. O'sha topshiriqlarga binoan biz endi faqat 30 yoshgacha emas, 30 yoshdan yuqori qatlamni ham shu ommaviy sport tadbirlariga, sog'lom turmush tarziga keng jalb qilishni o'zimizga reja qilib oldik. Birinchi bu Prezident Olimpiadasini joriy qilganlarida bizni ko'rsatishimiz respublikada bitta 3-o'rinni bo'ldi. 2026-yilda hozir yangicha bosqichga o'sha Prezident Olimpiadasini olib chiqdilar. Bu birinchi bosqichi tuman hokimi olimpiadasi, ikkinchi bosqich viloyat hokimi olimpiadasi, uchinchi bosqich Prezident Olimpiadasi. Buni joriy qilishning maqsadi shu tumanlarda o'sha tuman hokimliklarini ham o'sha sportga bo'ladigan e'tiborini yanada kuchaytirish. Biz ana shu yili tuman hokimi olimpiadasini 13 ta sport turi bilan tuman bosqichini o'tkazib oldik. Xursand sportchilarimiz ikkinchi bosqichga hozir tayyorlanyapti. Prezidentimiz selektoridan so'ng tumandagi 69 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiya sport turlari bo'yicha qo'shimcha sport klublari faoliyatini yo'lga qo'yish ishlari jadallashdi. Ushbu sport klublari qoshida 327 ta sport guruhlari shakllantirilib, 6268 ta o'quvchi yoshlar qamrab olindi va 163 nafar malakali jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari jalb etildi. Bu ham asosiy maqsadlarga erishishda muhim o'rinni band qilmoqda. 20 ga yaqin mahallarimizda yillar oxirigacha yoshlarimiz sport bilan shug'ullanishlari uchun sport maydonchalari, workoutlar yaratiladi. Undan tashqari biz hududlarda qilayotgan infrastruktura doirasida mana piyodalar yo'lagini sport yo'laklariga moslashtirib qilyapmiz. Bu ham joylarda ko'ryapmiz, aholimiz kechki payt chiqib yurib, sog'liklarini tiklash imkoniyatini beryapti. Mana misol qilib aytadigan bo'lsak, tumanimizning Fayzulloxo'jayev mahallasidagi ko'p yillardan beri yaroqsiz bo'lib yotgan Paxtakor stadionini biz bu yil to'liq rekonstruksiya qilib 7 milliard budjet mablag'lari hisobidan uni sport kompleksiga aylantiramiz. Bu nima degani? Bu hozirgacha bu maydonda faqat futbol sport turi bilan shug'ullanayotgan bo'lsa yoshlarimiz, endi u yerda basketbol, voleybol, badminton, shaxmat, stol tennisi kabi sport turlari ham qo'shiladi. Yoki mana Zarafshon mahallamizdagi avvaldan mavjud bo'lgan stadionimiz xarob holatga kelib qolgan edi. Buni ham hurmatli prezidentimiz ajratgan mablag'lar hisobidan 1.6 milliard so'mga rekonstruksiya qilib, bu yerda demak o'sha futbol va yengil atletika sport turlarini rivojlantirish bo'yicha rejalarimiz qilib olganmiz. Undan tashqari
byudjet mablag'lari hisobidan tumanimizning Soqtare mahallasini mavjud sport zalini qaytib rekonstruksiya qilamiz. Bundan tashqari mana o'zim boshchiligimda haftani shanba kuni tanlab olindi va tumanning barcha korxonalari rahbarlaridan boshlab oddiy xodimlargacha chiqib sport bilan shug'ullanyapmiz. Biz bu sport turini bitta mahallada emas, har hafta boshqa bir mahallada o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Sababi ommaviylikni oshirish. Shu bilan xalqimizni qiziqtirish. Umuman olganda hurmatli prezidentimiz tomonidan selektorga berilgan barcha topshiriqlar tushunarli va uni G'ijduvon tumanida bajarilishini nazoratga olganmiz, kafolatini beramiz. Hozirda G'ijduvon tumani xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida o'z tajribasiga ega. E'tiborli tomoni, endilikda aholini ommaviy sportga jalb qilish bo'yicha ham hududda namunali ishlarni tashkil etish uchun maqsadlar katta olingan. Bu esa aholining sog'lom va farovon yashashi uchun hozirlanayotgan mustahkam poydevor bo'ladi desak, mubolag'a emas.